Assalomu alaykum, Islomjon kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar. Obunachilar, mana sizlarga o'zimning mini fermamdan videosini qilyapman akalar. Mollarimni shuna turishni ko'ring akalar. Hop, yangi olib kelishga harakat qilyapman, lekin akalar hozirgi kunda yashil ko'pligiga hozir cho'chib turibman obunachilar. Shuning uchun akalar, mana hozir o'zimda borini ko'ring akalar, borini ko'ringlar. Hammasini ko'rsatib o'tib ketaman akalar. Pulini kelsa sotaveraman hammasini akalar. Pulini kelsa sotaveraman. Ko'ringlar, qimmat bo'lsa ham qimmat deb yozib ketinglar, arzon bo'lsa arzon deyin akalar. Endi hamma narsani ham o'ziga yarasha tagida mehnati bor akalar. Hop, manzili bilmaganlarga akalar, yangi obunachilar, Namangan viloyati, Namangan tumani Qorako'l qishlog'ida akalar. Hop, telefon nomerim 93lik 402 22 29. Shaxsan o'zimning nomerim, Telegram, WhatsApp bor. Musofirdan turib ham, misol boshqa davlatlardan turib telefon qilaverasizlar akalar. Telegramdan telefon qilaverasizlar. Yozib qo'ysanglar, javob ham qaytaraman akalar. Misol telefoningdan javob bera olmasam, nima qila olmasam, qaytaraman javob akalar. Misol hammasini haliga misol bu bo'lmasa yangi kelib qolishi mumkin, shularni gaplashaveramiz akalar. Imkon darajada qilib berishga harakat qilaman. Sementali sizlar aytganingdek variantda qilib berishga harakat qilaman. Hozir prosta yashil ko'p ekan akalar. Yashildan cho'chiyapman. Shuning uchun qiziqqanim yo'q, ko'chadan olib kelganim hozir. Ishonchli joydan nima bo'lsa harakat qilaman endi. Hozir tinchgina, hozir mana shu o'zimning mollarim akalar, sotilganlari bor, sotilmaganlari, qolganlari ham bor, boqayotganlarim ham bor. Ko'ringlar, ma'qul kelsa sotaveraman akalar. Aytilgan zotimga qaysi birini qanaqa zot desam, hammasiga aytilgan zotiga javob beraman akalar. Garantiya 100% bo'ladi akalar. Ko'ringlar, hammasini ko'rsataman. Hozir beyloqdagilarni ham, bu yoqdagilarni ham ko'raman. Shunaqa akalar. Mana bu so'qimdek katta ho'kizni ham mana bu baqa qo'yib yuborganim sababini ham aytib o'tib ketaman akalar. Oxirida ko'rasizlar akalar. Joy bo'shash uchun baqa qo'yib yuborganimni ham aytaman. Va boshladik akalar, qolsam laklarni bosing akalar. Laklarni bosib, chorva guruhlariga jo'natib qo'ying akalar. Misol mana shu ishqibozlarga jo'natib qo'ying. Mana shu kanalimiz qandaydir prasmotori tushib ketdi akalar. Lak bosmayapsizlar, ko'rmayapsizlar akalar. Boshqa kanalga chiqaryapman, normalniy narx ko'taryapti, sotyapman akalar. O'zimning kanalimda yengil qo'yyapman akalar, foydasini qo'yib yengil qo'yyapman. Misol boshqa kanalda baland qo'yyapman, sotilib ketyapti keraksa akalar. Turgayev. Shunday akalar. Hop, akalar, mana hozir bu yerda mayda buzoqlardan hisobda germanskiy ikkita semental, 2 oylik, 3 oylik, 4 oylikka borib qolgan hisobga ham olaverasizlar akalar. 3 ta buzovim bor qisqasi hozir maydalardan. Endi mana katta so'qimni baqa qo'yib yuborganim sababi katta molxonamda endi hozir narigi katta mollarning ichida beylarda joy bo'shatish uchun yuvoshi mashiligi uchun mana shu buzoqlarni ichiga qo'yib yubordim. Sababi bitta otim bordi, ot olib keldim. Qisqasi ot zakaz qilganim, otim keldi Qirg'izistondan. O'shanga hozir joy bo'shatish uchun baqa mana yuvoshini mana shu buzoqlarning ichiga qo'yib yuborganman. Ishqiboz bo'lsa buni ham sotilaveradi akalar. Sotilaveradi. Misol ikkita sigirimdan boshqa hammasini sotaveraman akalar. Ikkita sigirim sababi mana bu keldi-ketdi buzoqlarni boqib turadi. Keldi-ketdi buzoqlarga sut beradi, o'shalarni boqib turadi. Shuning uchun uni sotmayman akalar. Qiziqmaydi, mashallah deb qo'ying akalar. Havas qildim deb qo'ying akalar. Qiziqmaydi bu sigirga. Qolganlarini sotaveraman akalar. Sababini ham aytib qo'ydim, o'sha sigirni shu sutiga olib buzoqlarni boqaman. Ana chumoli turinglarcha, hajjumuncha. Tur. Hammasi ko'sh qaytarib, yeb, ichib, akalar sut ham ichadi, yeb ichib yotibdi buzoqlar. Mana ko'sh qaytarib yotishibdi hammasi. Prosta yangi olib kelsam, mana yangi mollarimga yashilga emlagan bo'lgan bilan o'tib ketyapti akalar. Mana mana 2 dona semental akalar, 100% toza sementallar bular. Mana orqa boshlari akalar, ko't boshlari, to'rt burchak akalar, baqalari hamma yoq joyga kelgan. Novvoschalar ana. Polvonchalar. Bunisi 3 oylik, bunisi 2 oylik akalar. Bo'ylari o'sha 90 plus minusdagi sassanida bo'ylari shunaqa. Bularni. Keyin mana germanskiy tur, germanskiy. Bu 1 metr pilusda bu germanskiy shved.
1 metr fil usti. Mana shu buzovni ham o'zgarishga o'zingizlar baho bering akalar. Bu kelganiga 2 oy bo'ldi. O'zingizlar baho bering akalar. Germanskiy shvedda o'zgarganiga o'zingizlar baho bering. Sut ichadi, sutni foydasi akalar. Kelganda 1 metr minus deydi, hozir 1 metr pil usti hozir. Bo'yi. O't ham yeydi, yem ham yeydi, sut ham ichadi bu. Oyoq qo'llariga o'zingizlar baho bering akalar. Hozir 1.5 chiqib qoladi bo'yi. Endi mana ho'kizimiz 1.40. Bu Galeshten press deydimi? Galeshten press. Ashundan akalar. Bu ham yoshi endi 1.5 bo'lgan. Endi boquvdi bu. Hozir qo'yib yuborganim sabab shu olib kelganim uchun joy bo'shash uchun, yuvoshimash uchun mana shuni qo'yib yuborgan. Mana shu ham gibrid deb hisoblab ketiladi. Shu haliga katta gigant sigirlar o'sha gibrid tomonlamasi bor misol. Oldi tomondan o'zi farqlamasanglar bo'ladi. Oldi paqbaqa nimasidan farqlasanglar bo'ladi. Gibrid tomonlamasi bor mana shunday. Yuvosh mana buzo'lagun indamayalishligi uchun buzo'lanchiga qo'yib yubordim. Hop, obunachilar narx-navosini aytib o'tib ketaveraman akalar. Videoni ko'raveringlar, oxirigacha ko'raveringlar. Sekin shoshmasdan ko'rib akalar, telefon qilaverasizlar, kelishaveramiz. Narx-navosini. Hop, akalar mana sementali ikkita. Mana germanskiy shved. Misol bir kishi olib qolaman deydigan holatda akalar. Xudo xolasa bu bittasini chiroyli 1 yil 1,5 yil boqib qo'ysangiz bittasidan pul chiqib ketadi akalar. Hozir aytilgan narxda bittasidan pul chiqib ketadi. 1 yil 1,5 yil uzoq boqsangiz bittasidan chiqib ketadi akalar. Sababi bular o'sha o'sadigan, gigant bo'ladigan, tonna bo'ladigan buzo'lar akalar. Xonada bor bularni. Masalan, sementali bir 2 yil, 2,5 yil qilib qo'ysangiz, 2,5 yosh qilib qo'ysangiz, bittasidan chiqib ketadi. Qolganlari bekarga qolib ketadi. Hop, narxini akalar 66 million so'm, 3tasini. Bir joyga olaman deydiganlar bo'lsa, 3tasini 66 million so'm. Xohlasangiz sut bersangiz bo'laveradi, xohlasangiz sutdan chiqarib yuborsangiz ham bo'laveradi. Lekin sut berib turib, dagasi boqsangiz bo'laveradi akalar. Sababi men 1 yoshgacha bergan buqamni hozir ko'rsatib o'tib ketaman akalar. Turibdi o'sha ham. O'sha novasi ham 1 yoshgacha hozir sut beryapman. Foydasini ko'rasizlar akalar. Bu ham vaqtida mana shunaqa buzov bo'lgan. Kichkina bo'lgan, lekin o'shandan bos sut berib boraman. Sut bermasdan boqsam ham bo'lardi, lekin sut berib boraman akalar. 66 million so'm akalar, mana shu 3tasi. Ikkitasini shoxi bor, kuydirib olasizlar, bittasini shoxini kuydirilgan germanskiy shvedda. Bitta video hop akalar, germanskiy, toza germanskiylar shoxi bo'lmaydi. Bekarchi gap akalar. Hammasida ham shox chiqadi. 10%, 15%da hamma любой zotda ham 10%, 15% shoxsiz chiqadi xolos. Qolgan hamma zotda ham shox chiqadi. Kuydirmasa shox chiqadi akalar. Hop, akalar mana nimamizni, Galeshten prezimizni narxi novvas akalar, bu 1.40 pilusda. Narxiga keladigan bo'lsa akalar 33 million so'm akalar. 33 million so'm. Ozgina xayriga o'tib beraman akalar. Boqqani misol boqib baylab boqaverasizlar, yemlasam chiroyli qilib yemlasangiz, xudo xolasa 6 oyda bu novvas 450 kg bemalol tepadigan holatda bo'ladi. Hozir trivazm 5 kg tepada novvas trivazmi. 6 oy boqsangiz akalar, kuniga o'rtacha oyiga 30 kg dan hisoblasangiz ham akalar 680-700 kg bo'ladi. Bu degani akalar shu 400 kg, 450 kg ga bemalol tepadigan novvas bo'ladi. Haligi go'shi, ashunaqaga bo'ladi. Bari foyda qiladi. Misol o'zim boqqan olganman, yemlagan olganman bu novvasni akalar. Yemlayapman hozir. Yemayapti akalar. 33 million so'm. Mana keraksa mana buzovdan 10 million qimmat hisobidan olsangiz ham bo'laveradi. Masalan, kichkina buzovdan 10 million qimmat narxi. Hop, akalar, endi naryoqdan ko'rsataman, endi nari ketaveramiz, o'tamiz akalar. Tagiga e'tibor bermaysizlar. Endi kirdim molxonamga akalar. Endi hozir qarayman bu bularni. Ertalab qarab, tagini tozalab, o'tib ketganman bularni. Kichkina narsa qilganman. Ertalab soat 3larda qarayman akalar. Ertalab 3larda qarab, kechki payt ham 3larda qarayman. Yem, sog'ish, shunaqa narsalarni ertalab nima qilaman. Abitlarda endi faqat sug'oraman. Tagini tozalab turaman, o'sha asosan sug'oraman akalar. O'ti oxirida postoyanno turadi bularning o'ti. Mana akalar, mana shu buqam inshaalloh
Hozir ham sut ichadi. Tur xotin. Tur. Jonivar tur. Mana bu yer 1.35 ga borib qolgan akalar. Yoshi 1 yoshga borib qolgan. Tri vazn akalar 5 kiloni bemalol tepaveradigan bo'lib qolgan. 5 kiloni. 5 kiloni bemalol tepadi ham akalar. 5 kiloni bemalol baland ham hozir sostaniyasi novasi. 600 kilo deyotgan novaslarni ko'ryapman akalar. Bundan kichkina novasdan 600 kilo deyishyapti misol. Nimalarni. Bu endi sut ichib turgan polvonligi, semizligi hamma tomonlama kelgan. 50 million so'm akalar. Ozgina xayriga o'tib beraman akalar. Ishqivozi bu go'shtga emas, urug'qa, zotga akalar. Zotga sotaman akalar. Zotga обязательно qimmat yuradi. Hozirgacha rasxotimni aytdim. Tuxum ham ichadi, sut ham ichadi hozirgacha akalar. Bu novas. O'zidan o'zi bu holatga kelmagan bu novas. Baxbaqa ham, orqa boshi, oldi boshi, korpusi ham, oyoq qo'llari ham hamma tomonlama kelgan. Kalla ham, quloqlar ham hamma tomonlama kelgan novas akalar. O'zingizga baho beringlar. Qimmat bo'lsa ham akalar, misol mashalloh deb qo'y, menga ham nasib qilsin. Mana shunaqa novasni 3 yil boqishga hammaga nasib qilsin akalar. 3 yil bitalab qo'yish hammaga nasib qilsin. 1 yoshli novas mana shu holatda akalar. 50 million so'm akalar. Mana rossiyskiy semental deyshadi mana shuni. 2 yoshlarga borib qolgan mana. Buni ham boqqan olganman, dehqondan olganman akalar. Yemlagan olganman. Bu 2 yoshlar kura buzib qolgan bu novas. Haligi rossiyskiy semental degani mana shu. Bu to'qal, zavodskiy to'qal bu. Buni narxi akalar 35 million so'm. Ozgina xayriga o'tib beraman. 35 million so'm akalar. Sababi kelgan paytda kerak 33 millionga berardim, rasxot qilib qo'ydim bunga. Anchadan bo'z turibdi yemlab. Pashta go'shtidan hech qancha nimasi yo'q. 5 kilo tepada bu novaslar hammasi. Mana rossiyskiy. Rossiyskiy ham akalar, toza rossiyskiy. Bo'yi 1.40. Narxi akalar, buni ham 35 million so'm, buni ham narxi akalar. Telefon qilaverasiz akalar. 35 million so'm buni ham narxi. Bo'yi 1.40. Kelib o'lchab olasizlar bo'ylarini. 35, mana 30 plyusda mana rossiyskiy semental, yoki rossiyskiy semental uzunligi uzun. Sababi yosh katta, uzunligi uzun ko'ring akalar. Narxi sementalimdan ko'ra uzun. Gavdasi kichkina bo'lsa ham. 35 50 million so'm akalar. Shu akalar. Telefon qilaverasiz akalar. Yashil ko'plik uchun olib kelganman. Sabab molxonamga sig'adi, olib kelsam o'zi bilan tiqsam bo'ladi, ko'pkina olib kelib tiqsam bo'ladi. Yashil ko'pligiga hozir cho'chib turibman akalar. O'shanga sal havo nima bo'lsin, keyin olib kelib nima qilib tashlayman akalar. Olib kelib chiqaraveramiz. Hozir borlardan shu akalar. Narx baland etayotgandirman, qimmat etayotganman. O'zimga eski olgan narximda qilgan rasxotimni qo'shib, foydamni qo'shib aytayman narxiga akalar. Telefon qilaverasiz. Mana akalar. Otimga baho beringlar. Mashalloh deb qo'yinglar, bu sotuvda emas akalar. 1.65 bo'yi. Toza 1.65, taqasiz holatda o'lchanganda, o'z taqilgan. Taqasiz holatda o'lchanganda 1.65 bo'lgan novas. Akalar. Hop. 5 yashar. Otni narxi hali bo'yi, yoshi 5 yashar. Minglarni o'zimga oldim akalar. Mana janovar. Mashalloh deb qo'ying akalar. Hammaga nasib qilsin akalar. Mana shunaqalardan hammaga nasib qilsin. Laklarni bosamiz akalar. Mana. Zo'laga ishqibozmi, nimaga bo'lsa telefon qilaverasiz akalar. Hammasidan bor. Inshaalloh akalar. Xudo xolasa sigirlarni ham tiqib tashlaymiz akalar. Sigirlar mana havomiz klionkalar yo'qolsin, klionkalarni olib tashlaydigan payt kelsin akalar. Meniga molxonamga mollar naval sig'adi. Zagonda yechiq yursa ko'p sig'adi mollar. Sigirlardan ham olib kelib tashlayman akalar. Sigirlarni ham ko'rasizlar. Hozirgi paytda sigirlar baland narxi akalar. Misol oddiy misol mana bunaqa sementallar ham akalar 40 dan tepada, qisiri bo'lsa ham, suti bo'lsa bo'ldi, 40 dan tepada bo'lyapti. Ertaga 40 ga pastida ham topasizlar akalar, pastida ham olasizlar. Misol sog'lom, suti borini. Oro bo'lishi mumkin, lekin suti borini olasizlar akalar. Men o'sha paytda olib kelaman, ko'rasizlar akalar. Hozirgi paytda men mo'ljalim qimmat. Ko'ring akalar. Ishqibozlar bo'lsa telefon qilaverasizlar akalar. O'zimning nomerimni biladiganlar biladi. Sizlar kelaverasizlar akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling akalar.